Assalomu alaykum bizni obunachilar. Xo'p akalar, biz buqa boqish uchun mana bizni ozuqalarimiz tayyor, Xudo xohlasa. Bu namlangan holati bu. Bu namlab qo'ydik. Buni ertalab namlab qo'ygandik. Mana bu yerda mana quruq holati bu. Bu yerda nimalar bu akalar deb so'rashlaringiz mumkin. Bu yerda kepak, shurot, keyin makka qo'yishganmiz azizlar. Mana quruq holati, mana shulxa ham. Mana shulxani olib qo'yasiz. Shulxa. Buni azizlar qanday buni buqalarimizga namlab bergan yaxshimi yoki quruq holatda bergan yaxshimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiring. Mana azizlar, mana bu ho'llangan holati. Xohlasa. Mana bunisi quruq holatda. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga bunga quruq, bunga ho'l? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa bitta like, obuna bo'lishni unutmang.